Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 3 iyun günü barlıq Şərq Türkistanlıqlarning Tərbiyə günü, Arafa günü və Qurban Hayit günlərini təbrikledi. Təbriknamada mundaq deyildi: Assalamualaikum qərindaşlar. Hammamizning Tərbiyə günimiz mübarək bolsun. Arafa günümüzmü mübarek olsun ve Qurban Hayit günlerimizmi mübarek olsun. Qarindaşlar, Zulhijja ayının bu günleri adetden taşqırı ulug' günler bulup, bu günlerde samimiy qilingan har qanday dua icabet buludu ve har qanday tilek qabul buludu. Peygamber aleyhisselam Arafa günü hakkında mundaq deydi: Arafa günü roza tutuş 2 yıllık günahqa kaparet buludu. Peygamber aleyhisselam bu günlerde bek köp ve uzun dua qılatdı. Peygamber aleyhisselamның Arafa günü peşin ve asr namazlarını cüplep okuğanlığı ve qalğan vaqtning hammasida ta Şam namazı bolğuca dua qılğanlığı hadislerde sabit. Bizmo Peygamber aleyhisselamni rəhbirimiz deydiganmiz, bu günlarni çoqum dua qilish ve Allah'a yalvurish bilan o'tkazishimiz lazım. Çünkü biz dua qilishga bekla muhtaç. Çünkü bizga Alloh taolo tarafidan oxiratni qozonsin deb berilgan ana vatanimiz Şərq Türkistan özümüzning bo'shanligidan düşmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan bo'lib olindi ve biz bu bulangchilikqa qarshi yetarli harakat qilmagan bir millat sifatida tarixda hech kimning beshiga kelmagan zulmlar ve irqiy qirg'inchilik ostida yashayapmiz. Mushundaq bir amaliyot ostida xo'rlanganligimizni his qilib, xatoliklarimizni e'tirof qilib, gunohlarimizga tövbe qilib, butun dunyo tarafidan tashlanib yetim bo'lib qolganligimizga iqror qilib ve ojizligimizni tan ilib, mushu ulug' kunlardami bo'lsa duo qilishga va yaratgan egimizga yalvurishqami yarmasak, beshimizga kelgan bu echinishlik va ibratlik oqibatdan qutulib ketish mumkin emas. Cenab-ı Allah bu haqda Qur'oni Karimda Sura Furqon, ya'ni keskin hukmning eng oxirgi oyatida mundaq deb bizga xitob qiladi: Ularga deginki, agar duoyinglar bo'lmasa, mening Rabbim sizlarga qandoq echinishlik oqibat qilishinglardan qat'iy nazar pisand qilmaydi. Sizlar zodi inkor qilib bo'ldinglar. U inkorning natijasi albatta sizlarni tutadi. Qarindoshlar, duo qilish ibodatdir. Ibodatning yiligidir, ruhidir ve insonligimizning belgisidir. Duo demek Allohga yalvurish demektir. Allah'a dua qilmagan ve yalvurmagan insan Allah'tan başka hamma narsaga yalvuradigan halga tushib qoladi. Halbuki Allah'tan başka hech narsa yalvurishga arzimaydi. Qarindoshlar, bizning duoyimizning qabul bo'lishining birla sharti bor. U bo'lsa-mu Sharq Turkiston davosida sodiq bo'lish ve Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yo'lida harakat qilayotgan bo'lishdir. Chunki Sharq Turkiston xalqi asoratda yashayotgan asr bir millat bo'lg'achqa, Alloh taolo oldida o'zini qutqizishdan boshqa bir jihodiy vazifasi va bu yo'lda izlanishdan boshqa bir ijtihodiy vazifasi yo'qdir. Undaqda har bir Sharq Turkistonlik musulmon duoyim ijobat bo'lsin va tilaklarim qabul bo'lsin deydigan cho'qim haq maydoni bo'lgan Sharq Turkiston maydonida bo'lishi kerak. Ulug' vatanim Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan, men shu besilingan Sharq Turkistonning mazlum bir fuqarosi deb turib duo qilishi kerak. Duo qilganda o'zini hargiz Xitoy fuqarosi deb hisoblamasligi kerak. Chunki o'zini Xitoy fuqarosi yoki Xitoy fuqarosi deb hisoblab turib qilgan ibodatlarning hech biri qabul bo'lmaydi va duolarning hech biri ijobat bo'lmaydi. Chunki o'zini Xitoy fuqarosi yoki Xitoy fuqarosi deb hisoblaganlar Allohning dargohida mushrik, xoin ve zalim hisoblangachqa, Alloh taolo hech qachon mushrik, xoin ve zalimlarning duosini ijobat qilmaydi. İbadetlerini qabul qilmaydi ve ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Nima uchun o'zlarini Xitoy fuqarosi yoki Jungo fuqarosi deb qaraydiganlar mushrik hisoblanadi? Chunki Alloh taoloning amri farmonlari insonlarni qorong'ulikdan nurga ve zulmatlardan ozodlikqa chiqaradiganligi uchun Xitoyning amri farmonlari insonlarni nurdan qorong'ulikqa ve erkinlikdan qulluqqa chiqaradiganligi uchun o'zini Xitoy fuqarosi yoki Jungo fuqarosi hisoblash Xitoy tarafdori bo'lganligi hisoblanadi. Allohni tashlab dunyo manfaati uchun Xitoyni iloh tutganlik hisoblanadi. Shundaqla Allohning amri farmonlariga Xitoyning amri farmonlarini sherik qatganlik hisoblanadi. Shuning uchun o'zlarini Junguluq hisoblaydigan Sharq Turkistonliklar mushrik hisoblanadi, xoin hisoblanadi va zolim hisoblanadi.
Qilgan ibodatlari qabul bo'lmaydi va qilgan duolarimo ijobat bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning kimligini tunib yetib, Sharq Turkistonning qayta mustaqil bo'lishi uchun duo qilaylik. Sharq Turkiston xalqining ozodligi uchun duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun badduo qilaylik. Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining qo'lidan qutulib, mustaqil bo'lishiga kuch chiqarmagan ajdodlarimizning gunohiga, bizni g'itqistab cho'ng qilgan ota-onalarimizning gunohiga va o'zimizning haq-nohaq oldidagi maydonsizligimizdan, dushmanni tunishimizning bakla tuvanligidan, shundaqla Alloh oldidagi itoatsizligimiz va osiyligimizdan mushu oqibatga qoldik. Bizni g'itqistab cho'ng qilgan ota-onalarimizning gunohiga va o'zimizning manfaati uchun harakat qilmagan gunohlarimizga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan istig'for aytaylik. Chunki biz bu ig'ir oqibatga bir yoki bir qancha kishining xoinligidanla emas, balki butun bir millat sifatida bo'shanligimizdan, siyosiy jihatdagi galvonligimizdan va haq-nohaq oldidagi maydonsizligimizdan, dushmanni tunishimizning bakla tuvanligidan, shundaqla Alloh oldidagi itoatsizligimiz va osiyligimizdan mushu oqibatga qoldik. Shuning uchun biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Biz garchi Xitoy oldida mazlum bo'lsakmi, ammo o'zimizga bakla zolim. Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizga nisbatan o'zimizga bo'lgan dushmanlik va shafqatsizlik bakla ig'ir. Bizda dushmanga ishlash yoki dushmanga itoat qilish ancha nomus bilinmaydi, ammo o'zimizga ishlash va bir-birimizga hurmat qilish yoki bir-birimizga itoat qilish nomus bilinamdikin, bir-birimizni ko'zga ilmaslikda birinchi o'rinda turamiz. Qarindoshlar, Allohning ism-sifatlarini va ne'matlarini sanab tugatgili bo'lmagandek, inson bo'lish sifatimiz bilan, xususan vatanini dushman besib olsa, hech ish bo'lmagandek yashayvergan bizning gunohlarimizni va xatoliklarimizni sanab tugatish mumkin emas. Shuning uchun mushu ulug' kunlarda o'zimizning gunohlarimizga va ajdodlarimizning gunohiga butun millat sifatida tavba qilaylik. Umidki Alloh gunohlarimizni afv qilib qolsa ajab emas va bizni millat sifatida takror uyg'otib qolsa yoki tiriltirib qolsa ajab emas. Xususan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishiga duo qilaylik. Bizning qayta tirilishimizga duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun badduo qilaylik. Chunki Xitoy tajovuzchilari bizning dushmanimiz bo'lganidek, Allohning dushmanidir va butun insoniyatning dushmanidir. Janobi Alloh hammamizning bu ulug' kunlarda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Duolarimizni ijobat qilsin va Xitoy tajovuzchilarining halokatining bizning qo'limiz bilan bo'lishiga nasib qilsin. Amin. Biz uchun Xitoy demak dushman demak. Biz uchun Xitoy demak shayton demak. Chunki Xitoy bizning moddiy va ma'naviy hamma narsamizga tajovuz qildi. Dunyo va oxiratligimizga buzg'unchilik qildi. Qo'limizda bor bo'lgan hamma narsamizni buldi. Ana vatanimizga besib kelib, islom dinimizga tajovuz qildi. Aqidamizni buzdi. Ma'naviy muqaddaslarimizni dafsanda qildi. Milliy ar-nomusimizni dafsanda qildi. Millatimizga, vatanimizga va dinimizga doir har narsamizga hujum qildi. Vatanparvarlarimizni bo'lgunchi degan qalpoq bilan yo'qotib, vatanimizni o'zining qilib olmoqchi bo'lyotdi. Millatimizni diniy oshqun va terrorchi degan qalpoq bilan qorlab o'ltiryotdi. Bundaq bir ahvol ostida dushmanimiz Xitoy bilan kurash qilish, hatto tig'mi-tig' elishish insoniy nuqtadan majburiy bir vazifadir. Diniy nuqtadan farzdir, vijdoniy nuqtadan burch, axloqiy nuqtadan bir shon-sharafdir. Dushmanimiz Xitoyga qarshi kurash qilmasak va qo'limizdan kelganini qilmasak, iymoniy vazifamizni ado qilmaganligimiz uchun munofiq bo'lamiz. Vijdoniy burchimizni ado qilmaganligimiz uchun xoin bo'lamiz. İnsani və əxlaqi vəzifəmizni ada qılmağımız üçün şərəfsiz bulunuz. Halbuki Allah bizni bu dünyaya musulmanca şərəflik yaşab, ibadet arqılıq Allah'ını razı qılıb, şundaqla bu dünyanı gülləndirib, dünya və ahirətdə bəxtlik buluşumuz üçün yaratqan. Bu dünya imtihan meydanı, şundaqla sınaq meydanı. Cenab-ı Haq'ını tunuş və itiraf qilish arqılıq imtihandan ötümüz və haq meydanda çın turuş arqılıq sınaqlardan ötümüz. Bizning hozir beshimizga kelayotgani Janobi Haqning sinoqlaridir. Bir tarafda Janobi Haq bizni haq maydoniga chaqirmoqda, yana bir tarafda nejis dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari bizni botil maydonga chaqirmoqda. Bir tarafda Janobi Haq bizni badal to'lash orqali sinoqlardan o'tib ketishga chaqirib, jannat va'da qilmoqda. Yana bir tarafda Xitoy tajovuzchilari kommunizmni ilohlashtirib,
oilamizni va urug' tuqqanlarimizni görövgə elib elish orqali Xitoyga bo'ysunib do'zax ahlidan bo'lishga chaqirmoqda va tahdid qilmoqda. Biz Sharq Turkiston xalqi musulmon bir millat. Qo'limizda yaratquchimiz Allohning kalomi va rahbarimiz Muhammad alayhisalomning sunnati bor. Biz Allohni va rasulini tunuydigan, shundaqla Qur'onga va sunnatga iymon keltirgan bir millat turib, bu dunyoning imtihonlaridan va sinoqlaridan o'tolmasak, dunyo va oxiratda xor bo'lamiz. Alloh hammamizni dunyo va oxiratda xorliqdan qutqizsin. Sharq Turkistondagi xalqimizning boshqa chorasi yo'q. Xitoyga bo'ysungandek yashamasa, hayotiy xatarga uchraydigan bo'lg'achqa, ular jinini qutuldirish uchun jim turishga majbur yoki sirtdagi xalqimizga qaraganda o'zrisi bor. Ammo bizning sirtdagi Sharq Turkistonliklarning hech qanday o'zrimiz yo'q. Dushmanga qarshi kurash qilmaslikqa hech qanday o'zrimiz qabul qilinmaydi. İnsan zalimdan o'zining jinini saqlab qolish uchun majbur bo'lgan chig'ida Allohni og'zaki inkor qilsa, o'zrisi qabul bo'ladi. Bu hukm vatandagilar uchun to'g'ri keladi, chunki ular dushmanning qo'lida asir bo'lg'achqa, rost so'zlash orqali dardini hech kimga anglatolmaydi. Anglatgan taqdirdami yanala dushmanlarga anglatadi va natijada hayotda xavfga duchor bo'ladi. Ammo biz uchun hargiz to'g'ri kelmaydi. Chunki biz erkin dunyoda, biz vatanimizga irqiy qirg'inchilikni, inson haqlari dafsanchiliklarni anglatishimiz bizga farzdir. Gerçi Xitoy tajovuzchilari ota-onalarimizni va urug' tuqqanlarimizni görövgə elib elish orqali bizga tahdid selayotgan bo'lsa-mu, yanala kurashni davom qilishimiz farz. Ota-onalarimizni va urug' tuqqanlarimizni asrayman deb dushmanga taslim bo'lsak, dunyoligimizni qozona olmaymiz va oxiratligimizni qozona olmaymiz. Chunki dushmanlarga taslim bo'lganlar do'stlarga xoinlik qilganlardir. Biz taslim bo'lsak, balki Xitoy bizni ular bilan ozgina salom soat qilg'ili ruxsat qilishi mumkin. Ammo bu vaqt masalasi. Dushman og'izdagi loqmani yutib bo'lganda qolganlarni yutadi. Biz sirtkilar Xitoyga taslim bo'lish orqali vatanni va vatandagilarni qutuldira olmaymiz. Ammo taslim bo'lmay kurash qilish orqali vatanni va vatandagilarni qutuldira olamiz. Biz taslim bo'lmasak va kurashni davomlashtirsak, balki dushman oilamizni va urug' tuqqanlarimizni o'ldirib etishi mumkin. O'ldirilganlar mazlum va gunohsiz bo'lganlik uchun shahid bo'ladi va qiyomatda oilasidan 70 kishiga shafaat qiladi. Bu dushmanlarga bo'y egmaslikning natijasi. Oilamizni görövgə elib elish orqali bizni tahdid qilishi dushmanning bizni kurashdan to'xtatish taktikasi. Biz bo'yin egmasak, dushman to'xtashga majbur bo'ladi. Agar biz dushman tahdididan qo'rqib kurashni to'xtatsak, dunyoda sharmandalarcha yashagandek, oxiratda sharmandalarcha va rasvolarcha Janobi Haqning dargohiga boramiz. Oxirini deyishga jur'at qilmoq tez. O'zimizni va oilamizni qutuldirishning birdan bir yo'li haq yo'lida mardlarcha kurash qilib, yo shahid bo'lish, yo g'ozi bo'lish. Sharq Turkiston Jumhuriyati surgunda hukumati bosh ministr ishxonasi 2025-yili 6-oyning 3-kuni. Sharq Turkiston surgunda hukumati Uyg'ur jangchilarining Amerikaning tasdiqi bilan Suriya milliy armiyasiga qo'shib etilganligi to'g'risidagi xabarlarga qattiq ko'ngil bildirganligini bildirdi. Reuters agentligining 2-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Suriya armiyasining Uyg'urlardan tarkib topgan 3500 nafar chet ellik jangchi qabul qilishiga qo'shilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Suriya hukumatining askariy qismi haqida yangi plan e'lon qilgan bo'lib, 3500 nafar chet ellik jangchining 84-diviziya bo'ladiganligini va bularning asosan Uyg'urlardan tashkil qilinganligi va hatto bir qism yerlik suriyalik arablarmi bo'ladiganligini e'lon qilgan. Amerika vakili Thomasning Reuters agentligiga bildirishicha, ularning ko'pinchisi yangi Suriya hukumatiga nihoyatda bak sodiq ekan. Shunga bularning sirtda qolganidan armiyaning ichida turgani yaxshi ekan. Suriya davlat mudofaa ministrligiga yaqin ikki manbaning Reuters agentligiga aytishicha, Ahmed Shara va uning chambirgi g'arbdagi suhbatdoshlarga chet ellik jangchilarni armiyaga olib kirishning ularni tashlab etishga selishtirganda bexatarlik xavfining tuvan bo'lganligini, aksincha ularni tashlab etganda ularni ba'zi tashkilotda yoki islom davlatining qo'yniga tashlab berish mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Reuters agentligining oshkorlashicha, Hayati Tahrir Sham tashkiloti ichidagi chet ellik jangchilar mas'ullarga sadoqatmand, intizomchan va tajribali qurolli unsurlar deb nom chiqargan ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 5-iyun kuni Suriyadagi Uyg'urlarning Suriya armiyasiga qaytilib ketishiga aloqador axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Uyg'ur jangchilarining Amerikaning tasdiqi bilan Suriya milliy armiyasiga qo'shib etilganligini to'g'risidagi xabarlarga qattiq ko'ngil bildirganligini bildirdi. Atalmish Turkiston Islom partiyasining Sharq Turkistonning milliy mustaqillik
qonunluq da'vosi bilan munosabati yo'q. Türkistan İslam Partiyasi qurilgandan buyon radikal islom ideologiyasi va Xitoyning istihborot quroli sifatida harakat qilib, Sharq Turkiston milliy harakatini terrorlik va yer shari jihodi bilan bog'lab e'tiborsizlashtirish uchun maydonga chiqarildi. Minglagan Uyg'urlar Xitoy va Turkiya istihborot organlarining moslashib tirishchanlik ko'rsatishi natijasida saxta to'qilmalar bilan Suriyaga qiziqtirildi. Bir zamonlar nurg'ulg'an kishilar Sharq Turkiston da'vosi uchun emas, balki chet el kuchlarining kun tartibi uchun rayonga vakolatan urushida chiqim qilinadigan mulk sifatida ishlatildi. Xitoy hukumati shundan keyin bu jangchilarning mavjudligini atalmish Shinjongda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'zg'ashning sababi sifatida qo'llandi. Kimligi, dini va mavjudlik huquqi uchun kurash qilayotgan xalqimizga qarshi ochqunlikqa qarshi turish ko'rishi elib bordi. Suriyadagi Uyg'urlarning ko'pinchisi ozdirilgan, radikallashtirilgan va foydalanilgan ziyonkashlikka uchraguvchilardir. Biz Sharq Turkiston Islom Partiyasining Xitoy istihborotining bevosita yoki vositalik kontrolida qolishidan andish qilamiz. Bu sodda jangchilarni Xitoy qo'llagan islom ideologiyasi va istihborot xodimlarining shakllantirgan murosatchi rahbarligidan ayirish va ularni haqiqiy islom prinsiplari va Sharq Turkiston vatanparvarligi orqali radikallikdan qutuldirish, sog'lomlashtirish ham axloqiy ham strategik majburiyatdir. Biz Amerika va sherik hukumatlar bilan hamkorlashib, Suriyadagi Uyg'urlar va dunyoning bexatarligini kafolatlantirishning unumli chorasi, dunyo bexatarligining manfaati va Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqillik va milliy egilik huquqini asliga keltirish orzusiga mos keladigan hal qilish chorasi ustida izlanishga tayyormiz dedi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.